kishi olima, tadqiqotchi ayol sifatida hozir faoliyatlari, ijodiy yo'nalishlari haqida gapirib o'tadilar dastlab. Talanbek ijtimoiy tarmoqlarda ham ancha mashhur, o'zini hajviy chiqishlari bilan anchagina tili o'tkir. Men o'ylaymanki, mana shu nimasi yetib boradi ba'zi mutasaddi xodimlarga va o'sha qo'yilayotgan muammolar hal bo'lar deyman. U ko'p qirrali, mana Zarina aytganidek, ko'p qirrali ijodkor. She'rlarini ham o'qib boramiz, she'rlarini ham ma'qul, juda hayotiy. Undan keyin hali topilmalar bor-da. Birovlar ishlatmagan topilmalar yangi yo'nalishda his qilyapman men. Keyin mana bu hikoyalari, qissalari, romanlarini ham allaqachon bizni mana shu respublikamizdagi kitobxonlar, o'qirmanlar qo'liga yetib borib va qiziqishlarni uyg'otgan. Bir necha yillardan buyon Sharq yulduzi va boshqa respublika matbuotida ham o'zini chiqishlari, hikoyalari bilan qatnashib keladilar. Men mana kelganimga bir oydan oshgan bo'lsa, shundan buyon taniyman. Harakatchansiz ancha, o'zingizda ishlaysiz. Hamda mana bu ba'zi bir hayotda nimalarida ham jabhalarda faol qatnashadilar. Keyin bu kishiga hayron qolgan joyim, mana qoyil qolgan joyim, sport sohalarida ham qanchagina o'zlari sport ustasi, stol tennisidan shaxmat, shashka va boshqa mana futbol ishqibozi sifatida ham men tanidim. Endi Talanbekdan yana qolgan gaplarni eshitamiz suhbat jarayonida. Talanbekka katta omadlar tilayman. Keyin katta muvaffaqiyatlarga erishib, yana yangi to'plamlar chiqishingizda omad tilab qolaman. Talanbekka mana siz bilan ilk marotaba suhbatdosh bo'lyapmiz. Shuning uchun albatta obunachilar sizni yaqindan tanish uchun o'zingizni o'sha hayot yo'lingiz, faoliyatingiz haqida tanishtirib o'tsangiz. Havo issiq, shu Samarqandda 40 yillar oldin shu yozda tug'ilganmiz. Issiqda adabiyotga qiziqqanmiz. Dadam matematik, ayam chet tillar mutaxassisi, lekin adabiyot yo'qman. Ular Bobur va g'azallarni yo'q bo'lgan. Men yo'q bo'lganman bolalikdan. Shunga qiziqib adabiyotga qadam qo'yganmiz. Boshida matematika yo'nalishida litseyda o'qiganman. Keyin adabiyot o'z yo'liga olib ketib qoldi. Shu ota-onani adabiyotga, umuman fanga qiziqishi farzandiga ta'sir qiladi, albatta ta'sir qiladi. Mani